Ushbu loyiha Agrobank G'ijduvon filiali hamkorligida Buxoro viloyati G'ijduvon tumani Zargaron mahallasidagi 127 va 146 sonli konturlarda amalga oshirilmoqda. Bu yer maydonida ikkinchi ekin sifatida sabzi mahsuloti ekilgan. Maydon hajmi jami 10 gektarni, eniga 250 metrni, bo'yiga esa 400 metrni tashkil etadi. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar unib chiqish holatida. Ekinlarni yetishtirish 90 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi. Tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga jami 19 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan bo'lib, har bir dehqon xo'jalik uchun o'rtacha 52 sotikdan yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish maqsadida lider tadbirkor sifatida Rizo Mirzo Shirin mevalar bog'i fermer xo'jaligi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 30 tonnadan jami 300 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur hosil yig'ishtirib olingandan so'ng keyingi ekinlarga ham daromadli ekin turini ekish orqali yer egalarining daromadlari yanada oshirib boriladi.